Biznesingizni rivojlantirish uchun 4 ta asosiy qoida. Men Xonkildiyeva Feruza Hakimovna. Har bir inson o'z biznesini rivojlantirish va salohiyatini oshirish uchun asosan o'zini hayot tarzida mana shu 4 ta qoidaga amal qilishi shart, albatta. Birinchisi, kechqurun 9:30 da uxlab, ertalab soat 4 da turish. Bu sizga kortizol, ya'ni stress gormonini pasayishiga yordam beradi va ertalab turib o'z fikrlaringizni va o'sha o'zingizga ma'qul bo'lgan fikrlarni ertalab o'sha daftaringizgami yoki plan qilib olishingizgami eng yaxshi imkoniyat bo'ladi. Ikkinchisi, bu o'zingizni ishlaringizni birinchi aktiv holatingizda 2 soatda bajarib olish, ya'ni biznes ishlaringiz bo'ladimi, balki kimdir sportga boradimi, ertalab bajargani ma'qulroq bo'ladi. Uchinchisi, bu o'z ovqatingizni korreksiya qilish, ya'ni har qanday gadjetlar, ya'ni sosiska, fast foodlar, tez bo'ladigan ovqatlardan kechib, vitaminlarga boy bo'lgan, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish. Chunki bizning ichaklarimiz bu bizning ikkinchi miyamiz hisoblanadi va mana shu ovqatlarimizni vitaminlarga boy, nutrientlarga boy vitamin, mineralizovanный ovqatlarni yeganimizda bizning miyamiz yaxshi biznes rejalarini ishlab beradi bizga. Demak, 4-inchisi esa o'z biznesingizga bir kun mobaynida hech bo'lmaganida 3-4 soat aktiv obedgacha bo'lgan vaqtingizni sarmoya qilish. Ya'ni shundagina siz o'sasiz, ulg'ayasiz va biznesda yaxshi natijalarga erishasiz. Men bilan qoling, mening blogimda bundanda biznesga oid bo'lgan yaxshi roliklarni tomosha qilasiz. Sog' bo'ling.